Payg'ambarimiz orqada, sahoba ikromlar oldida 3000 ta mushrik Makka Qurayshliklari yetib kelgan 3000 ta 15 ta ayol bor. Qurayshliklarda nima bor? 15 ta ayol bor. Ularning boshi Hind binti Utba. Hazrati Hamza bu Hind binti Utbaning otasini 1 yil avval Badr jangida qatl qilib o'ldirgan edi. Alamini olishlik uchun kelgan. Agar Hamzani o'ltirsam deydi, qornini yorib turib, jigarini men o'zim yutaman deb qasam ichgan bo'ladi bu ayol. Va o'zi bilan birgalikda Qurayshlik ayollar yetalab kelgan childirmalar qo'llarida ularni shijoatlantirib turardi. Ortga qaytishimga yo'q deb shijoatlantirib turardi. Keyin botil bir din uchun chiqqan ayollar chiqadi-yu, musulmonlar tarafdan ayollar jangga qatnashmagan deb o'ylaysizlarmi? Bor, kim bor? Payg'ambarimiz ammasi Sofiya onamiz bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni himoya qilayotgan paytida zarba yeb chandig'i qolgan, qilich zarbasi qolgan Nasiba binti Ka'b Ummu Amora onamiz bor. Jangga kelgan Fatima onamiz bor. Ummu Sulayd onalarimiz qatnashgan bu jangga. Yaradorlarni yaralarini bog'laymiz deb qo'limizdan kelgan imkoniyatni ayamaymiz deb qatnashgan onalarimiz bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu joyga joylashadilar. 3000 ta askar to'g'risida shanba kuni tong vaqtida, Shavvol oyining 15ida shanba kuni tong vaqtida bo'ladi. Shavvol oyi Ramazon oyidan keyingi oy. Shavvol oyida bo'ladi. 15ida shanba boshlanadi, ertaman shom vaqtida kechki mahal Uhud jangi tugaydi. Payg'ambarimiz bu joyga keldilar. 3000 ta askarlarning boshchisi Abu Sufyon chiqib keldi. "Ey Madinalik musulmonlar" dedi. Hamma qaradi. "Bizni sizlar bilan muammoyimiz yo'q" dedi. "Bizlarga bitta Muhammadni topshiringlar" dedi, "uylarga ketaringlar" dedi. "Bizi masalamiz Muhammad bilan" dedi. Sahobalar nima derdi? Sahoba ikromlar o'zlarini Rasulullohning oldida jasadini unutib olgan zotlar bo'lgan. O'zlarini o'ylamagan kishilar bo'lgan. Rasulullohning o'zini taslim qilishlik tursin, qilini ham taslim qilmaymiz deyishgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tartiblagandan keyin jang boshlanadi. Jang boshlangan paytida Qurayshliklarning bayroqdorlariga hujum qilishadi musulmonlar. Bayroqdorlarga hujum qilib, bayroqdorlarni bitta qatl qilgan paytda 9 ta bayroqdori o'ladi Qurayshliklar, dushman tarafdagi. 9 ta bayroqdori. Ko'taradigan bayrog'i ko'taradigan qolmagan paytida bayroq bu jangning yo'nalishini o'zgartiradigan. Bayroq havoda bo'lmagandan keyin, yiqilgandan keyin Qurayshliklar qaraydi, bayrog'i osmonda emas, yiqilgan. Yutkizyapmiz ekan degan qo'rquvni Alloh qalbiga soladi, hammasi tum-taraqay qilib qochadi orqaga. Qocha boshlashadi, qo'lidagi hamma narsasini tashlab, o'zini jonini saqlashlik maqsadda qochishni boshlaganda, kamonchilar ko'radi buni. Nima deyshadi? "Biz g'olib bo'ldik. Biz ham jang qilaylik, biz ham qatnashaylik, biz ham g'animatdan nasibador bo'laylik" deb 40 kishidan ziyodi tushib ketadi.